Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya bo'limi binosida Termiz shahar Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhida jazo o'tayotgan nazorat ostidagi shaxslarga sayyor sud majlisi o'tkazildi. Mamlakatimizda insonparvarlik, bag'rikenglik tamoyillariga alohida e'tibor qaratilayotganligi, jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etganlarga yengillik berilayotganligi muddatdan oldin ozod etilayotganlarda ko'rish mumkin. Sayyor sudda Termiz shahar Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizlik xizmati probatsiya guruhida jazo muddati o'tib, aybiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tgan 35 nafar nazorat ostidagi shaxslarning o'talmagan jazolari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan o'talmagan jazo muddatdan ilgari shartli ozod etildi. 30 nafarga yaqin mahkumlarga nisbatan Termiz shahar Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan Jinoyat kodeksi 73-moddasiga asosan jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish haqidagi taqdimnomalari ko'rib chiqildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi tomonidan ushbu taqdimnomalar ko'rib chiqilib, insonparvarlik prinsipiga asoslanib mahkumlarni mehnatga halol munosabatda bo'lganligi va shaxslarni inobatga olib ushbu taqdimnomalar qanoatlantirilib, jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Mazkur sud majlisida jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi raisi va probatsiya guruhi rahbariyati tomonidan mahkumlar tomonidan kelgusida takroriy jinoyat sodir etishning oldini olish yuzasidan huquqiy tushunchalar berildi. Jazo muddatini turli jazo o'tash koloniyalarida o'tab chiqdim. Hozirgi kunda Termiz shahar probatsiya byurosi ro'yxatida turib, hozirgi yig'ilishdan jazo muddatidan oldin ozodlikka chiqarishdi. Shuningdek, sud majlisida 47 nafar mahkumlar, jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudidan 3 nafar sudya, Termiz shahar Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizlik xizmati probatsiya bo'limidan 4 nafar xodim ishtirok etdi.